Salkın hürmetli radio anlaşılırlar. Bugünkü roman anlatışı sayfamızda Söngül Camçı Hanım yazgan Köz Yishida nemdelgen zimin namlıq tarihi əslimini oquşunu davamlaşdırırıq. Türme hayatı 30 aprel Etigen səhərdə yüz yuyish üçün su elib kəlgüçilərinin çilək avazdan, tatlıq uyqudan çöçüb oyğandım. Ornumdan turub, yüz gözlərimni yuyub, ornumni yığıb boğuca etigenlik tamaqmı gəldi. Yeni ösken köktatlarının taqlanğan kök çöplərini qaynaq suda bir qaynatıb, seytan, yani köktat şurupsi bilen qunaq unudan pişirilgan o'rnan elib geldi. Köktat şurupsini ağzımga alsam, açıq qırtaqlığıdan işkili bo'lmaydi. Qunaq undan pişirilgan o'rnan bo'lsa, echib, kökürüp ketken undan bo'g'ashqa açıq edi. Bir tishlabla ishtiyim bo'g'ildi. Yemək elib qo'yib, yo'q, bir amal qilib yeyishim lozim. Ağrıp acizlap yürüşümge zalı bulmaydı, dep işkap koygan aşlarını aldım. Mektepteki çağda Halime yakşembe günü kürgüzüp vergen konfeydin birini aldım. Az-azdan çilep qonak namlı koşup yedim ve köktat şorupsini doğru yiygendek közümü yumup içip oldum. Türümünün içi xuddi kış günündek soğuk. Çapan kiyip oturup, tonlap hiç halim kalmadı. Öğünü süpürüp bulup, ornumga berip oltadım. Tamın asta çekilgen avazı anlandı. Yine akşamkıdek bir haza tam çekiştik. Andın yan kamerdeki bir kişinin, "Siz kim?" degan avaz anlandı. Men bu savolga javob berayim yo'q deb o'ylanib turib qolib, ondan javob berdim. U odam xuddi meni taniydigandek, "Siz Söngülmü?" deb hayronlikda so'radi. "Siz meni nereden bilsiz?" deb so'rdim. "Salih ablanızning qizi Söngül bo'lsiz. Men sizni taniyman" dedi. "Ha, shundoq, men Salih ablasının qizi Söngül bo'laman" dedim. "Nima qilib bu yerga kelib qoldingiz?" "Meditsina institutidan tashkilot qurdi deb ilib keldi" dedim ve o'zdim. "Siz kim bo'lsiz?" deb so'rdim. U odam, "Men Navkanman" dedi. Men hayronlikda, "Navkan og'amisiz? Nima qilib kelib qoldingiz bu yerga?" deb so'rdim. "Mening hech qanday jinoyatim yo'q. Sevetga bog'lab, gumon bilan elib keldi" dedi. Navkan og'a bizning boshlang'ich maktabimizga muallim edi. Keyin ma'rif nazoratida ishlagan. Uzun bo'yliq, gavdali qozoq o'qituvchi, kona o'rimchilik odam edi. Men gezit o'qigan odamdek qo'limda gezitni tutib o'ltirib so'zlashdim. Navkan og'a bu yerdagi odamlarni menga tunishtirib chiqdi. "Sizning yon tarafdagi qo'shni birinchi uy. Uningda bir Uyg'ur, bir Xanzoba. Ularga ishni bo'lmaydi. Chunki bilmaymiz. Ehtiyot qiling. Siz 3-chi uyda, men 5-chi uyda. 7-chi uydagi Qo'lja Savgirajdallar uyushmasining kotibi Tosh Muhammad. 9-chi uydagi odamni tunishtirgan edi, yodimda qolmabdi. 2-chi uyda Sovet ittifoqining Qo'ljadagi konsulxonasining tarjimoni Tatar qizi Sajida. 4-chi uydagi Savgirajdallar uyushmasining raisi Sultan, ya'ni qozoq. 6-chi uydagi Savgirajdallar uyushmasining muavin raisi Zeynulla,
Umi Qazaq. 8-uydagi 8 odam, ular har xil ish bilan kelgan, deb tunishtirib chiqdi. Mahmud Sidiq 4-zal turdi, deb mening Tatar maktabda o'qigan vaqtimdagi maktab mudirimiz Mahmud ablizning ahvolini so'zlab berdi. Biz bir oz paranglashdik. Saqchi kelib, men yotgan kamerning eshigini ochganda, men so'zimni gazetdagi raqamlarga ulab o'qib ketdim. Saqchi, "Nima qilyapsan? Kim bilan so'zlashyapsan?" deb vaqirgan edi, xotirjam turib. "Gazet o'qiyapman," dedim. "Ovozingni chiqarib o'qima," dedi. "Bo'ladi, shunday qilay. Ammo zerikib ichim pishib ketdi. Ovozli o'qisam, menga biroz yaxshi sezildi," dedim. Saqchi menga, "Sen bu yerga sanatoriy kelmeding, bilamsan? Bu yer turma," deb vaqirab qo'yib ketdi. Ko'p o'tmasdan Nevgen og'a yana tomni urib, "Siz yotamsiz nima?" deb so'rdi. "Yo'q, o'ltiryapman," dedim. "O'ltirmang, menib mashq qilib turmasangiz og'rib qolasiz. Yana bir ish. Elib kelgan bütün tomoqlarni tamsiz yoki ochiq demasdan qoldirmayang. Bu yerda og'rib qolsangiz qiyin. Yeb tur, bak tur degandek bu turmushga moslashtirib o'zingizni tarbiyalab chiqishingiz kerak," dedi. Tushlik tomoq keldi. Bir china qaynoq suv bilan 100 gram chiqmaydigan g'urda pishirilgan qo'noq non berdi. U nonni og'zimga solsam, shoshqan suyitga purab, sesiq ham ochiq yeyolmadim. Shuning bilan turmadan ketguncha tushlik tomoqni olmadim. Soat 2gacha bo'lgan orliqni uyning ichida men o'tkazdim. Tomni chekkan ovoz anglandi. Men berib tomni chekdim. Melkan og'a, "Bugun turmada cho'ng so'roq bo'lyotdi. Anvar Jakolin keldi. Talada ishlayotganlarning hammasini chiqarmadi. Siz bilan kelgan 2 o'g'il o'quvchini so'roq elib chiqdi. Hozir qiz savoqdishingizni so'roq qilyotdi. Balki siznimi ko'p kechmay elib kirishi mumkin. Faqat qo'rqmang. Hech qanday ishni bo'yningizga olmang. Agar ixro bo'lsangizlar, siz ixro qilgan material bo'lib, shuning qarab hukm chiqardi. Yana tashkilotda bu deb tashkilotingizga birmu odamni bog'lab yurmang. Ular oldida popoz qiladi. Diktator qo'lni faqiraydi. Balki qurolni tanlashi mumkin. Faqat qo'rqmang," dedi. Men turib so'roqqa hozirlandim. Kiyimlarimni kiyib, sochlarimni tarab, uyning uyoq buyuqiga minib, ko'nglimda hozirlik qildim. Ustozimning so'zi menga ilhom va g'ayrat bo'ldi. Turmaning eshigi daranglab echilib, avtomat tutgan 2 turma saqchisi kirib, "Mang!" deb vaqirdi. Men taxtay supining ustidan tushib, talaga chiqdim. Saqchilarning kaynimdan avtomatlarni tanglab minishdan boshqa talada birmu odam ko'rinmaydi. Tam ustida, o'tira darvozada, yo'l chetida avtomat tutgan saqchilar dastlab turadi. Darvoza tövdagi bir so'roqxonaning eshigi ochiq, 2 saqchi qurol tutib, diqqatda turganini ko'rib, men udul shu uyga kirdim. Saqchilar meni eshik oldiga elib kelib qo'yib, qaytib ketdi. Eshikdan kirib, bütün uyga bir qarab chiqdim. O'ng tarafda bir yumshoq sofa o'rindiq. Uning yanida to'rda bir kishilik sofa. Uningda Anvar Jakolin liq kelib o'tiradi. U orqasiga yo'linib kerilgan holda 2 qo'lini o'rindiqning 2 beshiga qo'yib, putini olmab o'tiribdi. Anvar Jakolin bakmo semiz odam edi. Uning go'shlik yumloq yuzda kichik ko'zi aran ko'rinib turadi.
Sol tarafta bo'lsa, tamning dariz tüydeki doqmishda bir material ishkaf. Onun yuqorisida bir üstel bulup, onun da Ali Yusuf qalam tutup, daftarlarini içip katiblik qilib o'tiratdi. Onun udulda Ablaz Niyaz degan so'roqchi o'tiratdi. Ishning sol qo'l tarafiga yog'ochning ko'tkini qo'yib qo'ygan ekan. Odatda hech kim uni o'rindiq deb o'ylamaydi. U jinoyatchilarning o'rindig'iga o'xshaydi. Men berib shuningga o'ltirdim. Ular men o'ltirgacha mening har bir ishimga kuzat qilib, diqqat bilan qarashib turardi. Men o'ltirgandan keyin Anvar Jakolin so'roqni boshladi. "Eting kim?" "Singil." "Millating nima?" "Tatar." "Qayerliksan?" "Urumchilik." "Ota-onang bormi?" "Et kim?" "Ba, dadamning eti Solih, familiyam Valiyev." "Tuqqanlaring bormi?" "Zaki Valiyev sening kiming?" "Tuqqanlarim bor. Zaki Valiyev dadamning akasi bo'ladi." "O, nerede ishlaydi?" "Shangyeting bor, ya'ni savdo nazoratida ishlaydi," dedim. "Sen o'zing bu yerga nima deb kelib qolding?" "Bilmayman." "Bilmayman?" Anvar Jakolinning ko'zi chaqchib, yuzi purishib, og'zini ochiq bilan deb yumuq qo'yib, "Bilmamsan? Biz seni beguna elib kelib qo'yibdik-da. Undaq bo'lsa, biz sana xato ishlabdik. Bo'ladi. Biz xato qilgan bo'layli. Undaq bo'lsa, reaksiyon tashkilotini nima uchun qurdinglar? Nima ishlar ishladinglar? Tashkilotinglarda kimlar bor?" Bu ishlarning hammasi mustaqillik orzusi bilan qilingan ish. Mustaqillik da'vosi har bir odamning burchi ham orzusi. Dunyodagi butun mustaqillik uchun qilingan har qanday harakatlarni Lenin, Stalin ham Mavji qo'llab-quvvatlagan. Bizning mustaqillik orzuyimiz bizning jinoyatimiz bo'lamdi, dedim. "Nimalarni so'zlayapsan? Nerdagi mustaqillikni so'rab o'ltirsan? Şinjan Jungoning ayrilmas bir qismi. Sizlar milliy ittifoqlikqa bo'lgunchilik qiluvchi aksil inqilobchi yerlik millatchi unsursizlar. Davatgan so'zingni qara. Bu qayya? Sen o'zing nerede o'tirsan bilamsan? Bu turma. Sen qarshilik qilib bizni yengiman deb o'ylamsan? Sen mening yo'ldoshlarimmi menga o'xshash bir narsaga qoyil bo'lmay qarshilik ko'rsatadi deb o'ylayapsan? Ularning hammasi o'z jinoyatiga iqror qilib bo'lib, partiyadan kechirim so'rab, tinchlik siyosatidan umid kutib o'tiribdi. Endi sen bo'lsang, o'z jinoyatini tunmay, yana qarshilik ko'rsatsan. Sen o'limga yuz tutib ketib qolgan xalq dushmanisan, deb voqa ochiq g'azab bilan so'zlab ketdi. Kimning xalq dushmani ekanligini kelajak belgilaydi, dedim. Anvar Jakolin ochiq kulkidan birini kulib o'tib, "Qara buni, nima degan botirsan? Bo'ladi. O'z yo'lingni o'zing tanlaysan. Biz seni o'quvchi, bilmay ishildi, tarbiya berayli deb o'ylagan edik. Yaxshi." debla ablasiga qarab, "Achchiq buni!" deb vaqirdi. Og'zidan so'z chiqishi bilan o'rnimdan dast turib taloga chiqdim. O'zim yotgan kamerning ishiga kelganda, avtomat tutgan saqchi ishni echib, meni kirgizgandan keyin ishni taqab qo'ydi. Shuning bilan yana zerikishli turmush boshlandi. Qimmatli radio anglovchi do'stlar, Singilning ochiq turma hayotini qandoq boshdan kechirganligini bilishga qiziqsangiz, keyingi qadimliq roman anti saytimizga diqqat bo'lg'aysiz. Xayr xo'sh, Xudo amonat, ko'rishguncha omon bo'linglar.